svet bor. Svet ichida shuni ustiga bosib turib, xohlagan rangingizni bundoq tanlaysiz. Delik yashilda qilmoqchi bo'lsangiz, mana yashilni bosasiz. Bo'ldi, hammasi yashil bo'ldi. Mana uni hammasini pastga tushirasiz. Buni tepasiga chiqarib qo'ying. Xo'p, bo'ldi. Endi mana uni razmerini sizga qaysidir bittasiniki to'g'ri keladi, qaysi bittasiniki to'g'ri kelmaydi. Pastdagi tekstlarni ham xuddi shunaqa qilib yozib chiqasiz. Yozib bo'lgandan keyin mana undan bittasini olib qolasiz. Bir dona olib qolasiz. Tekst olib tashlaysiz, fonni olib tashlaysiz. Mana uni bittasini ham olib tashlaysiz. Ctrl Shift Alt shuni bossangiz, PNG qilib eksport qiladi. Endi qani. Mana bu rasmni PNG qilib eksport qiladi. PNG ni bosasiz. Export fon bo'lib qoldi. Keyingisiga buni eksport qilasiz. Buni eksport qilayotgan paytda mana buni bosasiz. C ni bosasiz. C ni bosib turib, qarang. Alt bilan birga mishkani kursorni aylantirsangiz, yumaloqni aylantirsangiz yaqinlashadi. O'zini shuni kesib olasiz. Bitta o'zini. Kesib olganingizdan keyin qarang. Iloji boricha mana bu narsa maksimal o'rtada bo'lsin, eng o'rtada bo'lsin. Yoki bo'lmasa faqat o'zini kesib oling. Yoki eng o'rtada bo'lsin, shunaqa bo'ladi. Yana buni PNG qilib eksport qilasiz. Yana buni PNG qilib eksport qilasiz. Keyin qilganingizdan keyin mana bu yerdan proyekt topasiz. Ustiga 2 marta esasiz. Bu yerdan hozir eksport qilgan joy narsamizni topamiz. Birinchisi, ikkinchisi. Topdik. Ikkalasini ham pastga tortamiz. Mana bu fon, bunisi bunaqasi. Ikonkasi. Ustiga 2 marta essiz, bunday yetib keladi. Bu yo'q. Mana bu narsani shuni pastga tushirasiz, razmerini qo'yasiz. Pastga. Xuddi shu narsani qilib bo'lganingizdan keyin buni bundoq kichraytiradigan bo'lsangiz, polni kichrayib qoladi. Anaqa Photoshopga o'xshab faqat bo'yni o'zini kichraytira olmaysiz. Misol uchun, polnisi kichrayib qolaveradi. Chunki bu уже videoga aylanyapti bu narsa. Tushunasizmi? O'zidan o'zi anaqa bo'lib kichraymaydi. Misol uchun sizga bo'yi pasayishi kerak emas deb o'tdi, faqat eni pasayishi kerak emas deb, faqat bo'yi pasayishi kerak. To'g'rimi? Razmerga o'tib, 150 ga yaqinlashtirib, o'zini olasiz, mana bu yerdan maskaga o'tasiz. Hop. Mana buni sal bundoq turib, mana to'rtburchagini o'zini ushlaysiz. Ushlab turib, mana buni shuna olib kelasiz. Qarang. Yumalog'ini, burchagini o'zini shuni olib kelib turib, shu yerga taqaysiz. Taqasangiz, o'sha burchakli bo'lib, sekin anaqa bo'ladi. Sekin mana to'rtburchagini pastroq qiladigan bo'lsangiz, o'z razmeri to'g'ri keladi. Hop. Bo'l. Ya'ni o'sha hozirgi mana bu oddiy o'zimizda bor bo'lgan narsani Photoshopda chizib, keyin Photoshopda chizganimizni bu yoqqa tashlab, shunaqa qilib Premiereda yasasak bo'ladi yoki Afterda yasasak bo'ladi shunaqa. Siz bunaqa qiling, siz bunaqa qiling. Premierda xuddi shuni yasang. Premierda xuddi shunaqa yasaladi. Ya'ni noldan yasayman desangiz, o'sha oddiy animatsiyani yasash uchun bo'lmadi deganda sizga 4-5 soat vaqt talab qiladi.
aniq bu narsa. Biz shu 4-5 soat vaqt sarflab qildik. Shu uchun oson yo'li nargisi. Mana uni boshini perxod qo'yasiz. Xuddi mana bunga o'xshagan perxod qo'yasiz. Bitta transition qo'yasiz. Boshiga transition qo'yasiz va boshlanadi. Boshlangandan keyin mana bu joyiga anaqa qilasiz. Mana maskani o'ziga mana bosasiz. Bosib turib, keyin buni bosasiz. Maskani pastga tortasiz. Keyin ozgina yurg'izib turib, keyin maskani bundoq tepaga chiqarib o'zingizga kerak joyga olib borasiz. Olib borganingizdan keyin qarabsizki, sekin o'sadi bu. Sekin o'sadi. O'sgandan keyin bemalol ishlasangiz bo'ladi. Hozir men ko'rsatgan narsani ham, ya'ni bundan oldingisi ham xuddi shunaqa qilib yasalgan. Noldan yasashgan. Yasab turib, o'sha innovatorga sotuvga qo'yib qo'yishgan. Ya'ni kimdir skachat qilib oladigan bo'lsa, unga ma'lum darajada mablag' tashlab berishadi. Oldin bitta montajyor alohida o'sha narsani yasagan. O'tirib. Kimgadir kerak bo'lsa, shunaqa qilib soatlab vaqtini sarflab o'tirmasa, tayyorim bor banda, o'sha tayyorni ishlatsin degan maqsadda yasalgan. İsterseniz o'zingiz yasang shunaqa qilib noldan, istasangiz tayyordan foydalaning. Tayyordan foydalangan menimcha ancha yaxshiroq. Xuddi shu narsaga tekst olib turib tepasiga yozasiz. Mana mo'ljallab qo'yasiz. Yana tekst olasiz. Matga yozasiz. 10k buni ham o'zingiz joyini topib qo'yasiz. Takdali bir xil xuddi shunaqa davom etib ketaveradi hammasi. Bir-biriga svязник bo'lib davom etib ketaveradi. Mana shu oldingi narsada nima ko'rgan bo'lsangiz, o'shani o'zingiz bitta-bittalab shunga terib chiqasiz. Effekt kontrolda chiqib tushishlari, qolgan narsalar hamma yo'g'ini o'zingiz qo'yib chiqasiz. Qilib chiqqaningizdan keyin o'sha nargi narsa yasaladi. Lekin жалко vaqt. Время просто так. Sizda tayyor bor narsa-da bu. Nima qilasiz tayyor bor narsani noldan yasab. Просто так hozir men sizga ko'rsatib berganim mabodo sizga любом случае kerak bo'lib qolsa ishlatish uchun. Lekin sizga kerak bo'lib qolmasa kerak menimcha. Chunki sizda tayyor bor-ku nima qilasiz? Vaqt sarflab, to'g'rimi? Shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bu dars bo'yicha beringlar, video chatda aytinglar, yig'inglar, hammasini beringlar. Sababi bu juda ham ikir-chikir juda ko'p mavzu. Maksimal tushuntirib berishga harakat qildim men. 1,5 soatcha bo'ldi adashmasam dars. Maksimal tushuntirib berishga harakat qildim. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh yaxshi kunda, yaxshi joyda, yaxshi insonlar orasida ko'rishish siz va bizga nasib qilsin.